200 ming so'm uchun uyingizni obzor qilib bergan bo'larmidingiz? Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa qilib berardim. Qiziq. Sizga qilib berish mumkin emasmi? Ha, qilib bering. Shu eshikdan kirishdi, koridor. Yo'q, aytib bermang. Olib boring. Yo'q. Telefon qilsam maylimi, uyda kim borligini? Davay, nima deb so'ramoqchisiz? To'g'risini ayting. Uyda odam bormi, yo'qmi? Uydamisan? Bo'ldi, hozir boryapmiz. Yoshingiz nechida o'zi? 18. 18 yosh. Studentsiz? Studentman. Hozirdan qayerga borasiz? Kvartira. Uyga kirdik. Srazu bizda Oshxona. bu yoqda nimalar pishirasizlar o'zi? Yo'q, men pishirmayman. Demak, mana bu narsalar kim nimaga kerak? O'zlari pishirib, ovqat yeb, O'zlari bu kim? o'rtog'im akam, Hop. uyning egasi, Hamma student. hammasiga. Men yaxshi ko'radigan narsam bu talabalarning xolodilnigini yaxshi ko'raman. Dara. Ye, tuxum qani? Tuxum qolmagan? Men yesam bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Men yemadimmi, siz ham yemang. Eng katta ovqat menga mana bu yoqda, bilasizmi? Chimchi? Yo'q. Mana men yeb qo'ysam bo'ladimi? Mana birga yeymiz. Marizilga go'sht to'lib bo'lsa kerak. Bizda oshxonadan keyingi xonamiz. Hojatxona vashi katta ekanmi? Yaxshi. Bu yoqda mana bu xonamiz. Assalomu alaykum. O'ynayver, yutqizib qo'ymang. Yutqazyapsiz. Kompyuterni yig'ib olibsiz, shu uchunmi? Reja bo'yicha montaj o'rganyapman. Montaj uchun yig'ib, dota o'ynayapman-da. Xonani qarang, mana zalni qarang. Shunaqa ham katta zal bo'ladimi? Mana bunisini qarang. Voh, kimmi krevatni bu? Bu odam kelib uxlashi mumkin. Kim birinchi yotyapsiz? O'sha. Uncha ko'p odam uxlamasa kerak. Siz mana qayerda uxlaysiz? Masan bu yoqda. Ketdik. Namuncha katta bu uy, kvartirami bu, uchastkami bu? Labirintda olib yuribsizmi bizani? Shu yerda men uxlayman. Mabdi kim uxlaydi? Sherigim uxlaydi. Nima sherigingizga unaqa kichkina joyda? Sizni joyingizni qarang-da, Almashib kattaligini. uxlayveramiz. Almashib. Masalan, u yoqda uxlayotgansiz bezovta qilmayman-da men bu yoqda. Tak. Yaxshi. Mabdirmi, sigaret yo'q? Aptechkami? Bularni hali to'ldirmagandirsiz. O'zi bilmayman bu yerda nima bor. Bo'pti, mayli. Bu Garderob. qani kiyimlaringiz? Men hali uncha ko'chganman. Men o'zim bilan 2-3 ta kiyim olib kelganman, yashab turishga. Mana bu nima joy bu? Premiummi bu? Otelmi? Sizni xonangizga atilabmi? Xohlaganlar bu yoqda, xohlagan. Masalan, ertalab yo'q zangi bo'ladi. Bu yoqqa kelib tez yuvinib ketaveradi. Hojatxona bor, kichkinagina. Hojatxona, Korolevskiy bu. Ey, bog'imga qarama. Ko'ryapman deb o'tirasan. Balkonda pista chaqib o'tirgan deb o'ylaveradi. Toshkent markazida nech pul to'laysiz oyiga shunaqa uyda turish uchun? 100. Topsa bo'lar ekan mana 100 dollarga shunaqa joy. Izlagan tishlaydi. Nechta odam mana? 6. Uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lganingiz uchun tabriklayman. 200 ming so'm yutib oldingiz. Rahmat.